Hayot har bir inson uchun yangi boshlanishlardan iborat. Har tong yangi imkoniyat, yangi yo'l demakdir. Insonning haqiqiy kuchi uning tashqi imkoniyatlarida emas, balki uning ichki fikrlarida yashiringan. Maqsad qo'ymagan inson yo'nalishsiz sayohatchiga o'xshaydi. Aniq maqsad esa hayotga mazmun va yo'l beradi. Oldimizda ko'rinadigan har bir yo'l sinovlar bilan to'la, ammo bu yo'llar bizni kuchliroq qiladi. To'siqlar bu yakun emas, balki o'sish uchun berilgan imkoniyatdir. Ularni yenga olgan inson o'zini ham yenga oladi. Qo'rquv insonni ortga tortuvchi eng katta to'siqdir. Uni yengan inson erkinlikka erishadi. Qorong'ulik ortida har doim yorug'lik bor. Eng muhim narsa umidni yo'qotmaslik. Fikr bu kuch. Inson qanday o'ylasa, hayotda ham shunday shakllanadi. Tasavvur qilish muvaffaqiyatning boshlanishidir. Avval ongda yaratilgan narsa keyin haqiqatga aylanadi. Har bir yuksalish ortida mehnat va sabr yotadi. Cho'qqiga chiqish oson emas, lekin imkonsiz ham emas. Yiqilish bu mag'lubiyat emas, asl mag'lubiyat qayta turmaslikdir. Salbiy fikrlar insonni zanjirlaydi, ijobiy fikr esa uni oldinga yetaklaydi. To'g'ri insonlar bilan yo'l yurish muvaffaqiyatni tezlashtiradi. Atrofingiz kelajagingiz aksidir. Kitob bu bilim manbai, bilim esa insonni haqiqiy boy qiladi. Hayot tanlovlardan iborat. Har bir tanlov kelajakni belgilaydi. Mehnat qilgan inson hech qachon yutqazmaydi. Yo tajriba oladi, yo natija. Oddiy imkoniyatni katta muvaffaqiyatga aylantirish bu tafakkur natijasidir. Eng baland cho'qqilar ham birinchi qadamdanoq boshlanadi. Va eng katta g'alaba o'z ustidan qozonilgan g'alabadir. Oxir-oqibat inson o'z mehnati va ishonchi bilan orzu qilgan hayotiga erishadi. Va unutmang, fikringizni o'zgartirsangiz, hayotingiz ham o'zgaradi. Napoleon Hillning O'yla va boy bo'l asarini barchaga o'qishni tavsiya qilamiz.